Gibrid motorda. Uni ham chiqmayapti mashinani. Akalar, Navrochinni Den 8 kelib qoldi. Va 2020-yil 9-oy Navrotlarni ko'ryapsizlar. Parkovka rejimlari. Voy, yetim to'xtab qoldi. Yuriyani. Ikkita zapas kaliti bor, plus qo'shimchasiga chip bor. Chip mana bu ikki zapas kalit yo'qolib qolsa, shu bilan programma qilsa bo'ladigan narsa. O'zi asli bu narsani oddiy qaramanglar, bu seryozni narsa. Kaliti Restyling farlarda Restyling mordalari bilan uzr so'rayman. Avtozapusklari bor. 14.700 ga. Navrotlarni endi aytib o'tamiz. Ha, gibridni aytdik. Pulini aytdik 14.700 deb. Laboy proyeksiya, 360 kamera, o'zini gibrid diskalarda 5 ключевой слепой zonalari bor. Elektropaket, pamять сиденья, power сиденья, кожаный salon, power passajirskiy сиденья, pechka yoqilib qolgan. Muhammom bo'lib ketibdi ichi. Elektronniy tablo, 246.000 probeg, monitor, knopочный рычаг, dozorniy klimat kontrol, drive mode auto hold, knopочный рычагlar, беспроводной zaryadniy, avto stop, power sudjatillari bor. Keyin bundan yana bitta bor, ikkita zapas kalit. Bu uje ikkita detalda yengil вторичка akrasi bor ekan. Koreya Cars saytidan бесплатныйdan chiqadi. Nimalari, probeglari и Carfaxlari chiqadi. Mashinada udari yo'q, faqat ikkita detalda вторичка bo'lgan. Nimani hisobiga egasi bir qator aytadi. Mana aka, shunchalik darajada mashina toza ekan. Egasini aytdi. Demoqchiman, ikkita kalit hamma yo'g'i boriga qaraganda, bilasizlar, probegi jicha ko'proq mashinalar iloji boricha toza keladi, ko'p ehtimol bilan. 14.700 sodalashib mashinasini gibrid topib qo'yamiz.